Statistik ma'lumotlarga qaraganda, odamlar Minecraftni ko'proq modlar bilan o'ynashni yaxshi ko'rar ekan va bu meni yangi video chiqarishimga sababchi bo'ldi. Xullas, bugungi videoda Minecraft Bedrock uchun top 10 ta tesha tegmagan modlarni ko'rib chiqamiz. Har doimgidek video boshlanishidan oldin o'zingizga choy damlab oling, men esa videoni boshladim. Aytgancha, videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizlarga o'zbekcha gapiradigan jitellar modini ko'rsataman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Katta ehtimol bilan siz 10-o'rindagi modni youtuberlarning videolarida ko'rgansiz, ya'ni istalgan blokdan broni yasash modi. Tushunganingizdek, bu mod sizga deyarli barcha bloklardan broni yasash imkonini beradi. Tarvuz broniya, qovoq broniya, pechkali broniya va hattoki bedrockli broniya ham ushbu modimizda mavjud. Shuningdek, bu moddagi har bir broniyalarning o'ziga xos ustunliklari bor. Masalan, siz TNTni broniyani kiyib olsangiz, yon atrofingizdagi narsalar tez-tez portlashni boshlaydi va bu hali boshlanishi. Boshqa broniyalarni ham bir boshdan ko'rib chiqsangiz, albatta zerikib qolmaysiz. 9-o'rinda kristallikni oliy darajaga olib chiqadigan mod egalladi, ya'ni yashirin eshiklar modi. Ko'rib turganingizdek, bu modimiz sizga yashirin baza qurishingizda yoki-da uyingizdan sirli joylar qurishingizda kerak bo'ladi. Ayniqsa bu mod do'stingiz bilan o'ynayotganingizda asqotadi. Va nihoyat Toshpo'latning uyiga yetib keldim, o'zi ham meni ko'rib rosa xursand bo'ladi. Menimcha hali uyga kelmagan bo'lsa kerak. Mayli, sekin shu yerda kutib tura qolay. One eternity later. Yep, bu nimani ovozi? Menimcha mana shu yerdan keldi. Agar siz ham Minecraftdagi oddiy kravatlardan zerikkan bo'lsangiz, ushbu mod aynan siz uchun. Bu modimiz zerikarli kravatlarni mana shunday moblarni rasmi tushirilgan kravatga o'zgartiradi. Menimcha oddiy va bir xil kravatlardan ko'ra mana shu ko'rinish yaxshi deb o'ylayman. Lekin bu hali hammasi emas. Bu modga bonus sifatida sizlarga mana shunday memlarni rasmi tushirilgan kravat modini sovg'a qilaman. Hattoki bu yerda meni sevimli kravatim ham bor ekan. Xullas, bu mod yoqqan bo'lsa, bemalol yuklab olib o'ynashingiz mumkin. Stop. Bolalar, o'tgan videoda men modlarni zip formatda tashlagandim, lekin hech kim bunday modlarni o'rnatishni bilmas ekan. Shuning uchun bu safar ham modlarni zip formatda tashlashga qaror qildim. Zaynab. Modlarni esa har doimgidek hech qanday shartlarsiz Telegram kanalimga tashlayman. Mehribonligim uchun obuna bo'ling. Let's go! Va nihoyat almas topdim. Endi bemalol broni yasasam bo'ladi. Endi bu narsalar sizni qo'rqita olmaydi. Sababi navbatdagi modimiz bu muammoni hal qiladi. Tasavvur qiling, siz o'yin paytida qandaydir sabab bilan o'ldingiz. Va siz shu joyga qaytib borsangiz, o'zingizda skeletingizni topasiz va undan o'zingiz yo'qotgan hamma narsani olsangiz bo'ladi. Xullas, bu mod bilan siz narsalaringizni yo'qotishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. 6-o'rinda mening sevimli modlarimdan biri egalladi, ya'ni mana shunday kulgili va noodatiy qalpoqlar modi. Ushbu modimizda bir-biridan ajoyib va kulgili qalpoqlarni ko'rishingiz mumkin va hattoki butun boshli tovuqni ham boshingizga kiyib olsangiz bo'ladi. Va bularning orasida menga eng yoqqani mana shunisi bo'ldi. Agar siz Minecraftni do'stingiz bilan o'ynashni yoqtirsangiz, bu mod bilan uni aniq hayron qoldirasiz. Bo'ldimi? Hammasi tayyormi? Gapirsam bo'ladimi? Frozen, bitta o'zingiz kelingda, mana shu ovqatlarni hammasini 1 soat ichida yeb bersangiz, sizga $100 beraveraman. Sizni yaxshi ko'ramiz. Videoni Frozenga yuborib qo'yamiz. Bro, men hazillashdim.
Sezganingizdek, navbatdagi modimiz o'sha mashhur etik kiygan mushuk multfilmidagi qahramonlarni o'yinga qo'shadi. Shuningdek, siz ikkita bosh qahramonlar, etik kiygan mushuk va bo'ri bilan o'ynash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkala qahramonlarning ham o'zgarish ustunliklari va kamchiliklari bor. Masalan, siz mushuk bilan mana shunday harakatlarni bajara olasiz. Bo'ri bilan esa juda ham katta kuchga ega bo'lishingiz mumkin. Shaxsan o'zim bu multfilmni sevib tomosha qilganim uchun ushbu modni bugungi ro'yxatimizga qo'shdim. 4-o'rnimizda lazer ko'zlar modi. Bu modimiz sizga faqatgina ko'zingiz bilan istalgan narsani yakson qilish imkonini beradi. Yo'q qilishingiz kerak bo'lgan narsa qo'y bo'ladimi yoki butun boshli uy farqi yo'q. Hammasini bir boshdan yo'q qilib chiqishingiz mumkin. Va nihoyat top 3ligimizga ham yetib keldik. 3-o'rinda kattalashtiruvchi va kichiklashtiruvchi qurollar modi. Ushbu modimiz ham juda ham qiziqarli ishlangan. Birgina qurol orqali istalgan mobni 5 xil o'lchamda kattalashtirsangiz bo'ladi. Agar menga o'xshab zerikadigan bo'lsangiz, ikkinchi to'pponcha orqali ularni kichraytirsangiz ham bo'ladi. Modni ishga tushirganingizdan keyin qurol sizni qo'lingizga osmondan tushib qolmaydi. Chatga mana shu komandani berish orqali ikkala qurolni ham olsangiz bo'ladi va o'tirish tugmasini bosib, o'zingizga kerakli o'lchamni tanlashingiz mumkin. Shu joyda bitta eksperiment o'tkazmoqchiman. Agar eshakni kichraytirib qo'ysam, unga o'tira olamanmi? Ikkinchi o'rnimizda sizga bloklarga aylanish imkoniyatini beradigan mod egalladi. Endi esa savol tug'iladi. Bu mod bilan nima qilish mumkin? Albatta, do'stingiz bilan berkinmachoq o'ynasangiz bo'ladi yoki videolaringiz uchun qiziqarli ideya bo'lib ham xizmat qiladi. Mod haqiqatan ham juda ham qiziqarli qilib ishlangan. Deyarli xohlagan blokka aylanishingiz mumkin va o'zingizga o'xshagan bloklar oldiga borib, ozgina kutsangiz, ular bilan sizni ajratib bo'lmay qoladi. Do'stingiz bilan vaqt o'tkazish uchun ajoyib modlardan biri. Va nihoyat 1-o'rinda askar jitellar modi. Ushbu modimiz Minecraftga 3 xil askar jitellarni qo'shadi va ular vaziyatga qarab o'zgarishadi. Agar dushman yaqinda bo'lsa, qilich bilan, uzoqda bo'ladigan bo'lsa, kamon bilan hujum qiladi. Xullas, endi sizga golemni keragi bo'lmaydi. Shuningdek, bu modga bonus sifatida video boshida va'da berilgan o'zbekcha gapiradigan jitellar modini ham sizlarga sovg'a qilmoqchiman. Bu moddagi jitel sizni do'stingizga o'xshab to'xtamay gapirmasligi mumkin, lekin o'zbek tilida gapiradi. Sizni ko'rganda boshqacha gapiradi, savdo qilayotganingizda boshqacha gap aytadi va albatta uni urganingizda boshqacha gap aytadi. Bularni hammasini ko'rsam modni qizig'i qolmaydi. Shuning uchun o'zingiz o'rnatib, modga baho bering.